Ferti Center'da yana bitta xush xabar. Eko programmasini muvaffaqiyatli o'tkazdik. Ikkinchi marta punksiya qilganimizda bu bemorimizda yaxshi, a'lo darajada tuxum hujayralar oldik. Undan oldin qilingan transvaginal punksiyada chiqqan tuxum hujayralar biroz yaxshi urug'lanish bermadi. Undan keyin bemorimizga egzosom qildik. Ortiqcha tana vazni bilan kurashdik. 13-14 kilogrammga ozdik. Insulin rezistentligi bor edi bu bemorimizda. Ikkinchi programmamiz shunaqa muvaffaqiyatli o'tdiki, birinchi urinishdayoq embrion transferi muvaffaqiyatli amalga oshirdik. Hozir homilamizning yurak urishini nazoratiga kelganlar. Chiroyli bir maromda urib turibdi yuraklari. Juftligimizni tabriklaymiz. Necha yil kutilgan homiladorlik? 13 yil kutilgan homiladorlik. Bu butun jamoamiz uchun juda katta yutuq. Juftligimizni tabriklaymiz.